Va nihoyat Jasmina Trans nima sababdan qamalgani ma'lum bo'ldi. Instagramda o'zining 5 millionlik obunachilaridan foydalanib, yoshartiruvchi deya pullayotgan Nad Plus kapelninsasi hech qanday yoshlik eliksiri emas, balki inson organizmi uchun zararli ekanligi aniqlangach, Jasmina Transga nisbatan firibgarlik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Uni kim va kimlar qamatgani ochiqlandi. O'sha Turkiyadagi asli o'zbek Jasmina Trans qamalganligi bo'yicha bo'ladi. Endi buni biz nima uchun qamatdik? Jasmina Trans ayni onda Turkiya qamoqxonasida qiylanayotgani va unga turli-tuman bosimlar bo'layotgani ma'lum bo'ldi. Eslatib o'taman, Jasmina Trans tashqi ko'rinishi ayol, ammo ichki organlari hali hamon joyida bo'lganligi uchun u yerda erkaklar bilan qolayotgani ham aytilmoqda. Geyga LGBTga chiqarib yuborgan. Bu narsaga chidab tura olmasdan biz oxiri ahd qildik. O'sha kapelninsasini ham ko'rdik, Natpulus kapelninsasini ham bizani oddiy sodda xalqimizni aldayapti. Aziz yurtdoshlar, to'liq videoni hozir o'zingiz tomosha qilasiz va o'zingizni ikki og'iz fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Sizningcha bu blogerni qamalgani to'g'rimi? Albatta siz yozgan fikrlarni o'zi shaxsan ko'rib, o'qib chiqadi. Shunga yarasha fikr yozasiz degan umiddaman. Va agar malol kelmasa, aziz yurtdoshlar, kibrli bo'lmasangiz, bu videomiz kengroq tarqalib, qolgan trans va gey fohishalar ko'rib qo'yishligi uchun bittadan like bosib qo'ying. Kimnidir haqorat qilsangiz, qonun oldida javob berishingizni ular ham to'liq bilib qo'ysin. Biz esa videoni boshladik. Rossiyada musofirlar bilan bo'layotgan muammolarni menimcha barchangiz yaxshi bilasiz. Bularning yagona xatosi ularning hujjatida muammo borligi. Siz ham bu kuyga tushmasligingiz uchun eng ishonchli firmani sizlarga tavsiya qilaman. Anchadan beri biz bilan hamkorlikda ishlab kelayotgan ushbu firma sizlarga registratsiya, продление, трудовой договор, udamleniya va boshqa hujjatlarda yordam beradi. Erinmasdan ekrandagi nomer orqali bog'laning va hozirda o'zida hujjatingizni hal qilib oling, chunki ertaga siz ham bu holatga tushib qolishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Sizlar bilan men bloger Muhammadjon Madiyev. Siz Max Madiyev kanaldasiz. Kanalda mehmonlar albatta obuna bo'lishni unutmang. Xabaringiz bor, bir necha kundan beri shov-shuv bo'layotgan mavzu Jasmina Trans qamalgani va unga hozirda tergov jarayoni ketayotgani ma'lum bo'ldi. Dalil.uz vakili J. Sultonovning aytishlariga ko'ra, to'liq statiyalar ma'lum qilinmaydi, chunki hali sud qarori tasdiqlanmaganligi uchun. Ammo berilgan delalar anchagina ko'p va Jasmina Transga normal srok berilishi kutilmoqda deydi. Kelinglar to'liq videoni birgalikda tomosha qilsak. Hammaga assalomu alaykum.